agar sizning farzandingizda boshini kechroq tutishi va o'tira olmasligi yoki kech yurishi yoki yurmasligi tengdoshlariga nisbatan solishtirganingizda orqada bo'lsa, ushbu videoni albatta ko'rib chiqing. Men bolalar nevrologi, neyrogenetik shifokor Xolmatov Mirzolim bo'laman. Men bolani normal rivojlanish muddatlari haqida sizga gapirib o'taman va bu tengdoshlariga nisbatan orqada qolayotganini sizni baholashingiz uchun kerak bo'ladi. 3-4 oylikda to'liq bola boshini tutgan bo'lishi kerak. 4-6 oylikgacha bola aylana olish kerak. Qoringacha u yonboshga bu yonboshga aylana olish kerak. 6-7-8 oylikgacha to'liq o'tirgan bo'lishi kerak bola. 8-10 oylikgacha to'liq emgalash kerak bola. Xo'p, 12 oylikgacha 11-12 oylikda narsalarni ushlab yurish kerak va 12 oylikdan tortib 18 oylikgacha 17 oylikgacha bola to'liq yurgan bo'lishi kerak bo'ladi. Agar shu normativlardan agar bolangiz orqada qolayotgan bo'lsa, demak bu shifokorga borish kerak degan. Nima uchun bu aytayotgan belgilar juda muhim? Sabab bolani rivojlanishdan orqada qolayotganini qancha shifokor erta aniqlasa, qancha erta ota-ona shifokorga yo'liqsa, shuncha erta tashxis qo'yiladi va davolash uchun hamda kasallikni asoratlarini oldini olish uchun hamda kelajakda bo'ladigan farzandlarni sog'lom farzand ko'rish uchun bu juda muhim hisoblanadi. Bolalar o'ziga xos xususiyatga ega. Ba'zi bir bolalar haqiqatan ham kechroq boshini tutishi mumkin. Ba'zi bir bolalar kechroq o'tirishi mumkin va ba'zi bir bolalar kechroq yurishi mumkin. Lekin bu aytayotgan normativlardan o'tib ketyaptimi? Holati siz aytayotgan bahoda, ya'ni tengdoshlariga nisbatan baholaganingizda orqada qolyaptimi? Bu yerda bolada yo asab tizimiga, yo suyak mushak, yo nerv mushak tizimida muammo bo'lishi mumkin bo'ladi. Xavotirli belgilar haqida gapirib o'taman. Agar bolangiz tengdoshlariga nisbatan e'tibor bermayapti, ya'ni tovushga, rangga, shaklga e'tibor bermayapti, qaramayapti. Bu sizga svetoforning qizil chirog'i, ya'ni belgi bo'lishi mumkin, ya'ni shifokorga borish uchun. Va bola boshini tutmayapti. 6 oylik bo'ldi, 7 oylik bo'ldi, bu boshini tutmayapti. Va bolani boshiga e'tibor bering. Bolani bosh aylana razmeri oldingi videolarda berganmiz o'lchash masalasi bo'yicha. Agar bosh aylana razmeri tengdoshlariga nisbatan orqada qolayotgan bo'lsa, bu ham muammo bo'lishi mumkin. Va bosh aylana razmerini haddan tashqari kattalashishi. Yangi tug'ilgan chaqaloq kuniga kerak bo'lsa santimetr qo'shadi kasallik holatlarida. Buni aytadi gidrotsefaliya kasalligi, ya'ni boshda suyuqlik miqdorining oshishi hisobiga bolada shunaqa muammolar kuzatiladi. Va o'tirishning kechikishi va qo'l oyoq harakatlariga e'tibor berasiz. Qo'l oyoqlarda harakat bor, aniq harakat yo'q. Ya'ni bola ushlaganimizda, ko'targanimizda oyog'ini tirab opora deymiz, shu opora qilishi, ya'ni oyog'ini tik tutib turishi yoki bo'lmasam narsa uzatganingizda ayniq qo'lini uzata olishi yoki bo'lmasam mushaklar kuchiga e'tibor beramiz. Qo'lni ko'tarib yurmoqchi bo'lsa yo oyog'ini massaj qilmoqchi bo'lib ko'ramiz. Bunda agar mushaklar kuchida, mushaklarda zararlanish belgilari bo'ladigan bo'lsa, ana unda bu xavotirli belgi, yana bitta qizil chiziq bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'p, o'zi mushaklarni biz bo'lib chiqamiz. Mushaklar tonusining oshib ketishi va mushaklar tonusining tushib ketishi. Bolada mushaklarni haddan tashqari tonusini oshishi ham kasallik, haddan tashqari tonusini tushib ketishi ham bu kasallik hisoblanadi. Shuning uchun bola mushagini tonusini, harakatini, oyoq qo'l harakatiga e'tibor berish bu juda katta markyor, ya'ni belgi hisoblanadi. Xo'p, mushaklar tonusi ortib ketishida mushak oyoq qo'lini harakat qildirishga bu qiynaladi. Ya'ni buni mushaklar gipertonusi yoki masalan spastiklik deydi. Bu mushaklarni kuchini ortib ketishi, ya'ni normaga nisbatan. Mushaklar gipotonusi nima? Mushaklar gipotonusi normaga nisbatan oyoqni ishlatsangiz juda yengil harakat qiladi va qarshiligi kam bo'ladi oyoq. Ya'ni ishlatib ko'rganmiz. Buni mushaklar gipotonusi deydi. Ya'ni tonusining tushib ketishi. Bu holat ham bola uchun qizil markyor hisoblanadi.
Bu mushaklar kuchini o'zgarishi, harakatda o'zgarishi, nigoh deymiz, e'tiborda bo'lmasligi, tovushga e'tibor bermasligi, bular hamma belgilar bolani rivojlanishdan qaysidir etapda orqada qolishayotganini belgisi bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu holatda bo'ladigan bo'lsa, siz albatta shifokor, nevrolog, travmatolog, ortoped, pediatr shifokorlarga murojaat qilgan holatda, agar ular qandaydir nasliy kasallik yoki bo'lmasam qo'shimcha muammoli nerv mushak kasalligiga moyillik aniqlayotgan bo'lsa, nevrolog genetik shifokorga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi har bir bola o'ziga xos rivojlanishga ega deb aytib o'tdik. Ya'ni ma'lum bir ozgina orqada qolayotgan bolalar xavotirlanishga albatta arzimaydi. Lekin biz aytayotgan bolalar 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy, 10 oy, 1 yosh orqada qolib ketadi tengdoshlariga nisbatan. Bunday holatda ham oiladagilar yuradi, ya'ni bola o'zi yurib ketadi, kuchga kirsa yurib ketadi yoki bo'lmasam kalsiy berib turib yurib ketadi. Shunaqa muammolar bilan uzoq vaqt uylarida qolib ketadi va bolani tuzatib bo'lmas holatga olib kelishi mumkin bo'ladi. Agar sizni tanishingizda, yaqiningizda mushaklar tonusi, harakat va e'tiborning yo'qligi yoki sustligi, siz aytayotgan siz o'ynatayotgan narsalarga qaramasligi va emotsiya, ya'ni kulishi yoki kulmasligi belgilari bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerda shifokor, nevrologga murojaat qilishingiz yoki travmatolog, ortoped yoki pediatr yoki genetik shifokorga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz qaysidir tanishingizda xuddi shunaqa bo'shlik bilan, harakatdan orqada qolish bilan yoki tonusini oshib ketishi, harakatdan orqada qolish bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qolishingiz